Assalomu alaykum. Mana biz bugundan kursni yozishni boshladik. Ahamiyat bergan bo'lsalar bir necha kun oldin kursni strukturalarini tuzgan bo'lsam, bugundan yozishni boshlayapman. Chunki neyrosetlarda agarda har kuni bo'lmasa har hafta yangilik chiqyapti. Shuning uchun men bu kursni 2 hafta oldin yozib qo'yganimda aktualligini yo'qotib qo'yardi. Men esa aktual narsani berishga harakat qilyapman. Shuning uchun bugundan kursni yozishni boshladik. Mana o'tgan videomni ko'rganlar bo'lsa, prompt yozish asoslari degan mavzuda o'taman degandim. Savollar to'g'ri berish, prompt nima, to'g'ri va noto'g'ri prompt yozishlarni ko'rsatib o'taman degandim. Mana shu darsni tayyorlayapman. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Kurs qanaqa sifatda, ovoz sifati va dars o'tish sifatini ko'rishinglar uchun mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi slaydlarimiz. Ya'ni bu nimaga slayd qilingan? Odam ham vizual ham eshitib o'rgansa ko'proq ma'lumotni qabul qiladi. Shuning uchun imkon qadar yorqin aynadan foydalanishga harakat qildim, eslab qolish uchun. Mana misollarni ham hayotiy olishga harakat qildim. Masalan, oddiy prompt nima degan savolni promptni tushunish uchun mana oddiy biz taksiga o'tirib manzil aytmasdan haydang deydigan bo'lsak, bu taksi bizni qayoqqa borishi noma'lum bo'ladi. Biz katta ehtimol bilan o'ylagan manzilimizga yetib bormaymiz. Buni aksi bo'lsa, ya'ni to'g'ri prompt bo'lsa, Toshkentda Shayxontohur ko'chasiga 15-uyga boring. Shu taksi bizni aniq manzilimizga eltib qo'yadi. O'ylagan natijamizga erishishimiz imkoniyati keskin oshadi. Mana shunaqa misollar bilan boyitilgan kurs. Yangi o'rganayotganlar uchun men eplay olmaymanmi? Ayolarimizdan savol bo'ldi. Men eplay olmaymanmi? Men uy bekasiman, ya'ni oldin hech qachon bu bilan ko'rishmaganman, uchrashmaganman. Ishlatmaganman yani ChatGPTni yoki sun'iy intellekt degan. Bu yerda imkon qadar noldan olib chiqaman. Shuning uchun ChatGPT bor. Agar siz oldin hech qanaqa sun'iy intellekt bilan aloqangiz bo'lmagan bo'lsa ham, kurs davomida kursni bitirganingizdan keyin bemalol sun'iy intellektda o'zingiz narsa tayyorlaydigan darajaga chiqasiz. Faqat bitta sharti bilan endi o'zingizdan albatta harakat bo'lishi kerak. Bu yerdagi mana to'g'ri va noto'g'ri yozish qoidalari bor. Mana shu to'rtta formatni o'zi siz berayotgan savolingizni va siz olayotgan javobingizni ChatGPTdan 80% muvaffaqiyatga olib chiqadi. Savol bo'lsa, kurs bo'yicha, boshqa bo'yicha men doim aloqadaman. Agar musiqa va kitoblar bo'yicha bo'lsa, sotuvdagi qizlarimiz javob beryapti. Agar kurs bo'yicha bo'lsa, doim o'zim javob beraman. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Kursimiz 1-iyun kuni to'xtatiladi qabul. Hozir 1 hafta qoldi va kursimizga o'g'il bolalar uchun 7 ta joy qoldi. Qizlarimiz uchun 9 ta joy bor. Bemalol yozilishinglar mumkin.